Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun yana bitta obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizda mana shunaqangi ishlarni olib boryapmiz. Bu yerda o'zi yozgi kuxnya bo'lgan. Shu yozgi kuxnyani uy egasi akfa bilan yopib qishki kuxnya qilmoqchi. Shunga biz mana tosh ishlarini ustanobga qilish jarayonidamiz. Bu yoqdan kalonlardan ajratib akfachilarga tekis qilib toshdan figura chiqarib berishimiz kerak. Bu yoqlarni ham kesib, bu yoqlarni ham kesib shunaqa ishlar, shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Master Manamer 95 hamisha xizmatda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.